Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Xorazm bozor kanali. Bugungi manzilimiz Farg'onadamiz. Xudo xolasa Farg'onada bir fermaga kelganmiz. Hozirgi kunda ko'pchilikni o'ylantirib turgan, ko'pchilikni ikkilantirib turgan Kalmix Paroda bor. Bilsangizlar, har zamonda bir yangi partiya mollagan vaqtida orasida bir 2 dona, 3 dona yo bo'lmasam bir 10 dona degan gap qoladi. Ko'pchilik ikkilanadi bu parodani olib boqishdan. Shu paroda hakkında xudo xolasa shu fermaning egasidan batafsil ma'lumotlarni so'raymiz. O'zgarishini, kasali sog'i, chidamliligini, issiqqa, sovuqqa hammasi hakkında ma'lumotlarni so'rab o'tamiz. Xudo xolasa bir yandan ko'rib borasizlar. Bugungi videomiz ham sizlar uchun foydali bo'ladi deb umidlaymiz. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sizlardan albatta videolarimizga like bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa bizga chiqarib boradigan yangiliklardan birinchidan xabar bo'lib turasiz. Yine hurmatli obunachilarimiz, Kalmix Paroda şurada firmada bak ko'ydik lazım. Bu molla hakkında qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Bu yan tarafda yana firmaning egasi, bu yanda Shokirjon akamiz. Shokirjon akam keldi bizlarga beri. Fazliddin aka, bu molla hakkında bir obunachilarimizga ozgina ma'lumot berib o'tsak, qachon keldi, necha vaqt bo'ldi mollar kelganda? Bu mollar 5 oy oldin kelgan. Aha. Yanvar oyida 9,5 million so'mdan fermaga yetib kelgan. 9,5 milliondan. 9,5 milliondan yetib kelgan. 35 ta yetib kelgan. Aha. 35 donasi. Quyug'i suyug'ina bo'lgan-da? Quyug'i suyug'i. Quyug'i suyug'ina. 9,5 milliondan. Hozir bir 14-15 milliondan ketarang? Hozir endi bu molni boqqanlar, Aha. xo'p, ishqoz bo'lib 35 tasini 19 million so'mdan so'rashyapti. Ha, optimini 19 dan so'rashdi. Berilgan yo'q. Berilgani yo'q. Ha, berilmadi. 6 tasi baylag'da, 29 tasi zagonda. Keyin qarang, bu mollar issiqqa, sovuqqa chidashi qanaqa bular? Bu mollar o'sha yanvar oyidan beri masjidda Ochiqda. ochiqda boqilyapti. Issig'iga ham, sovuqqa ham, kasalligiga ham chidami zo'r. Kasal bo'lmaydi bu. Yo'q. Kasal bo'lsa ham yengil o'tib ketadi. Ha, chidamli. Chidamli nihoyatda. O'zi eldan ham boqqanmiz bunday paroda? Bir dona boqqanman, ish qo'z bo'lib yana olib keldi. Necha kilocha chiqargansiz molni? Kilosi go'shini o'zi 300 kilodan ko'p kelgan, go'shini o'zi. Ha, go'shini o'zi 300 kilodan ko'p. Tri vazn demak 500 kilodan qimmat. 500 da o'tadi, shunda bir 560, 570 ta bo'lib boradi. Aha. Keyin qarang, hozir boylab boqqanman dedingiz, bularni boylab boqqan yaxshimi yo zagonga boqqan yaxshimi? Xo'p, sharoit bo'lsa zagonda boqqan yaxshi. Zagonda, Albatta. Bo'sh demoqchisiz-a? Bo'sh, bo'sh holatda. Bo'sh boqqan yaxshi. Mana qaranglar, 5 oy oldingan 9,5 million so'mdan quyug'i suyug'ini olingan 35 donasi. Hozir endi 19,5 dan deysizmi? 19 million. 19 milliondan so'ralib turibdi. Hammasi bir edi. Lekin berilmayapti. Canavarlar ekanlar, Kalmix. Ko'pchilik buni shoxidan qo'rqadi-da. Shoxidan suzib qo'ymaydimi, boshqa qilmaydi. Yo, yuvosh bo'ladi. Yuvosh bo'lar ekan, juda yuvosh bo'lar ekan. Yuvosh bo'ladi. Bular bir yem ratsioni hakkında bir ma'lumot berib o'tsak, yemlaringizni bir ko'rsatib o'tsak, ne dedim? Bo'ldi, albatta. Aha. Hozir yemlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Necha yem berib turibdilar, necha vaqtdan beri shular ham bir ko'rsatib o'tamiz. Fazliddin aka, bu tarkibida nima narsalar bor mana aka? Xo'p. Bitta suyulus bor. Aha. Xo'p, kelgan somon bor. Mana shu Shokirjondan drabilka olganmiz. Mayin qilib beradi. Bu mayda. Ha, drabilkada chiqarishimiz sababi at-xut qolmaydi mollarga bergandan keyin. Mayin qilib chiqarib beradi. Xullas paxta bor. Aha. Eng oxirgi sorti bor. Aha. Oxirgi sort. Oxirgi sort. Eng oxirgi sort. Buni tepasiga suv qo'yib sepasizmi endi? Albatta sep beramiz. Kepak. Aha. Yan Kunjara sho'rxa ketaveradi bular Ha, tepasiga. o'sha 3 kilo. kepak, kunjara, makkan uni. Bunda hozir qarang mana, somon. Keyin paxtaning oxirgi sorti preslanib keladi ekan. Hozir bu yerda presini ham ko'rsatib beraman. Keyin bundan silos. Bu tarafda yem, kalakda. Aralashgan yem. Shu solib berasiz ustira. Sep beramiz shuni. Bu endi shunda somon tanada drabilkani guchi bu endi. Albatta mana shu Shokirjon bergan maza qilib ishlatyapmiz. Mana somon mayin. Qo'yga ham zo'r, bo'zagiga ham zo'r. Yub qolmadimi drabilka? Drabilka zo'r, Qanchadan beri ishlatasiz? Drabilka ishlatishni boshlaganimga 5 yil bo'lgan. 5 yil. 5 yildan beri ishlatamiz. Aha.
Xullas shuni tartibda belgiladi. Endi ozanki yemini yegan. Biz hozir bir ratsionni ko'rsatish maqsadida sizlarga ko'rsatib berib turibmiz. Silos, paxta, somon, bunda endi bir kunjaram bor ekan, ichida kunjara, kapak. Albatta. Sho'rxa ham bor hattoki. Omoqda ham bor albatta. Kunjara makkani uni, sho'rxa, kepak bir Aha. 5 xil narsadan Aralashtirib ustuna sap beriladi. Sholin uni ham bor bunda, ratsionda. Sholin uni ham bor. Sholin ham bor. Endi shunday tartibda Calmix parodalar boqib turibdi. Endi Shokirjon aka bir drabilkalar ham bir ishlatib ko'rsatsak. Xudo xolasa, obunachilarimiz ham. Bitta qanaqa qilib ishlatayotganini Aha. to'liq bitta ko'rsatamiz. Aha. Xudo xolasa. Endi xudo xolasa drabilkani bir kuchini ko'rsatamiz. Albatta, bitta qanaqa ishlayapti, nima holatda ishlayapti degan odam aka-ukalarimiz uchun bitta ishlatib ko'rsatib bersak. Bo'ldi, Qarang. xudo xolasa. Ikki xil narsa chiqarib beraman. Hozirgi vaziyatda bitta butun somonimiz mana bitta ko'rsatib ketsangiz bo'ladi. Mana tayyorlab oldik. Ikkita yordamchim. O'zi aslida sirojdan qarang. Ko'pchilik kommentariyani o'qidim. Sizni addishi, sizni kommentariyangizni o'qidim-da. Bitta odam ishlasa bo'lmaydimi degan savollar tug'ilyapti. 4-5 yil solib tursa. Ha, nimaga unaqa qilyapsizlar deyapti-da. O'zi aslida bitta odam solsa ham bo'ladi. Keling bo'lmasam shu vaziyatda bitta alohida video qilamiz mana. O'zim chiqaraman. Aka-ukalarimiz uchun jicha cho'zilganiga rozi bo'lasizlar. Bir odamning o'zi ishlaydi. Ha, bitta odamni o'zini ishlashi uchun o'zim ko'rsataman. Qanchalik vaqtda chiqaradi, shuni ko'rsatsak, ha. Bu aka, bu drabilkamizda 4 xil setka bo'ladi. Men hozir molbob setkasida bitta mollarni ko'rdingiz-ku? Molbob setkasida chiqarib ko'rsatib beraman. Aha, ichlari. Mahallada hozir faqat somon uchun setkasi, keyin boshqa yana setkasi banda. Ha, bitta 3 xil setkasi bor. Mana bu setkasi mana. Bu o'sha qo'ybob setkasi. Qo'ybob setkasi. Ingichka, ha. Bunisi Yarmoniki. Bunisi 2lik. 2lik. Medat chiqaradi, doğru mollarga beraverasizlar, molning ichida o'tib ketmaydi. Bu keyin yana bu somon uchun setkasi. 4 xil setkasi shunday holatda boradi. Akalar, og'alarim, rozi bo'lasizlar, jicha vaqtlaringga chiqarib ko'rsatib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. To'liq chiqarib beramiz-da. Bo'l. Hammasini solin. Yetadi. Shundan dosh ham chiqib turibdi. Dosh. Ha, hozir jicha toshi ham bor ekan. O'z aslida traktor o'qiganlar o'zi o'chaqlagandan bilingandir. Vana bana bir minut, uzoqi 1,5 minut takamadi. Ha. Uzog'i bilan 1,5 minut deng, lekin mayligiga e'tibor bering. Silosga aralashtiradigan holatida. Silosga aralashtiradigan holatida. Bu aynan molbob holatida. Molbob holatida, ha. Holatida. Endi bitta somon pressni chiqarib ko'rsatdim. Endi qarang, eng tekin o'timiz mana. Qamishimiz ham. Zavorni bo'ylarida tekin o't mana. Rosa ham tekin o't mana. Qarang. Bunda qalınlar ham bor ekan, bu. Shuni ham bitta maydalab ko'rsatib bersak. Bo'ldi. Xudo xolasa. Boshladikmi? Bosamiz. Ketdi. Qani? Nima yurgizing? Boyam o'sib ketdi bunang.
Bo'yini e'tibor Sizdan bering. meratligim buni bo'y. Keling tikkalab ko'ramiz. Voy. E'tibor berib qo'yaverasizlar. Olib berib turing, hayot nima? Hayot bey olib kelaveradi. Soling. Bo'ladi. Sirojda, Oh. drabilkamizda bitta ichini ham ko'rsatib qo'ysak. Shu botdan reski. Shu holatda mana video tuzganingiz yo'q. Yo'q, pryamoy. Pryamoy mana. Ina chiqargan holati. Bu inidan bo'yinan ditkelan, qaranglar. Ditkelab tursin. Bemalol yuboradi, qo'yam, malol. Bemalol. Ha. Ana endi to'xtagani yo'q, ichini oching. Mana eng osonini ham qarang, e'tibor bering. Ha, boltdan teshib bermaysizlar? Yo'q, mana. Ushlab turing. Ishab turibdi. Qizig'ini aytsam, mana setkali holatida chiqardim. Aha. Setkali holatida mana. Setkasi bilan turibdi. Bu bir oborotam minib olsa to'xtashi qiyin ekan buni. O'sha eng og'ir mahaviyimiz o'sha 10 kilolik mahaviy bilan jihozlangani bu drabilkamiz. Bir razg'om olib olsa, Ha. oradan keyin kilovat yeyish ham kelmaydi buni. Kilovatga motorga ham o'shancha kuch kelmaydi. Motorlarimiz nima uchun shu tornado drabilkalarida nimaga motor kuymaydi degan odamlar uchun aka mahaviy qo'yganimizdan keyin to'liq оборотga chiqqandan keyin umuman kuch kelmaydi sirojni. Buni agarda ahli etgan texnikaga ahli etgan og'alarimiz bo'lsa, juda yaxshi biladi. Oynab turishini qaramam. Ina. Medalayan holatina. Iyir qalin tayog'ini inidan bo'yinam chopib tashlagan. Bemalol yuboradi, buni qo'ylar, mollar berilaveradi. To'xtab ola turib xudo xolasa. İçi top-toza. Ishlarimiz top-toza. Hech sim ketmadimi ekan bu? İçinden dosham o'tib ketdi, mana bir qaram o'tib ketdi. Tak etib. Mana e'tibor bering. Ham yer toza. Hammalari toza. Zavodskiy Jiglovskiy mahaviy 22 ta pichoq bilan jihozlangani. E'tibor bering, mana. Pichoqni hech yeri sinib ketgan emas. Ham yer Qaytmaydi. Mana juda ham puxta. Ag'a, buni narxi necha so'm endi shunda? Xo'p, buni ikki xilimiz bor mana. Ba'da ko'rsatadigan bo'lsangiz, alyuminligimiz bor, misligimiz bor. Yo'q. Drabilkalarimiz. Bu mana katta varianti bu. Xuddi shuni 3 million so'mligimiz ham bor mana. Sal kichikroq bo'ladi, setkasi 3 xil bo'ladi. 3 million so'm bo'ladi. Hozir uni ham video davomida hozir ko'rsatamiz. Shuni yurib borib turib, o'shini yoniga borib ko'rsatamiz, Sirojda. Endi qarang. Bu 3 million 200 ming so'm O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bilan. Alyumin motor. Alyumin motor mana. Yo o'sha tornado yoki titan motor bo'ladi mana. O'sha voltmetr avtomati bilan hamma yo'q bilan jihozlangan. Motorlari. 4 xil setka bo'ladi. Ha, misligimiz 3,5 million so'm O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bilan. Misli varianti. Misli varianti 3,5 million so'm. Endi ichini pichoqlari shunday holatda. Mana motori. Voltmetr avtomat bu Ariol motor bu. Ariol motordan boradi. Ha. Shunda endi bunda hozir makkadan tayyorlab qo'yibsiz. Ha, bitta sota. Makka. Qarang, buni sotani o'zi aslida mollarga foydasi yo'q, o'zi aslida-yu. Lekin chiqaradimi degan savolni anchadan beri bilgan bo'lsa chiqarganimiz yo'q edi. Faqatgina biz chiqaryapmiz, faqat donani o'zim chiqaryapti. O'tgan yil boshidami ko'rsatgan edik, adashmasam. Chiqaradimi, chiqarmaydimi deb, hali siz kuzatayotgan yo bizni kuzatayotganlar shuni ham bitta chiqarib ko'rsatib bersak. O'zi bu narsaning foydasi yo'q, o'rtoqlar. Oddiy bir musor, lekin mana ko'pchilik molini atala qilib beradi. Ha.
Shuni chiqaradimi degan ağalarimiz uchun xudo xolasa bir ishlatib ko'rsatib beramiz. Lekin bu ichini bu tayaqidan bu dananing o'zini foydasi kuchliroq. Xudo xolasa. Kelib to'k tuz qo'ying Hayotbek. Uni ishlatib Bir yo'l ko'rsataveraylik. Videoda uzmasdan ketaveramiz. Prямо ketaveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Akalar e'tibor berasizlar buni. 1 2 3 4 5 6 sekund. Nima uchun 6 sekundda chiqyapti? Rostini taxmin qiling bitta. Оборот ta'minlab olish uchunmi? Yo'q. To'kimiz bitta transformatorimiz 1,5 kilometr uzoqlikda. To'kimizga keladigan bo'lsak, hozir men ko'rsataman. Mana 200 volt, 180 volt ishlayapti mana. Hech nima so'y nagruzkasiz xalasto ishlayotgani bu. Endi nagruzka bilan ishlatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ro'zan, bitta nagruzkada ko'rsataylik. Bir ko'rasiz, so'zni qanchaga tushirganini. Ha. Hayotda soling. Ahtatkalar ham ketyapti, qarang. Hammasi. Birazdan bitta o'rnaysa tugadi mana. Buni bitta ochib yuboramiz endi. Bo'ldi.
Tamam. Qolmadi. Shamol aqa-baqa olib ketdi. Bergan e'tibor bergan bo'lsangiz. Bu endi atalab olib variantdan bu. Atalab olib, ha. Faqatgina shuni atalarga beriladi xolos mana. Ko'pchilik endi ichini sotasi bilan chiqadi. Sal botqaroq bo'ladi, lekin u narsani foydasi yo'q asli mola. Foydasi yo'q, qarang o'zi bir pokka o'xshab turadi-da. Lekin donni o'zini chiqarsangiz sop sori bo'lib chiqadi. Ha. Mola dursa peroraslar atalatmagan ham shart emas. Atala qilaman deysizlar, qilib peroraslar. Ko'pi mana uchib ketdi, mana yemga aralashib ketdi. Ba'zincha 4 setka o'xshaydi. Ha. Bu 5 li setkamiz. 5 li setkada chiqyapti mana. Har xil uni ham bor, mana bu yerda uni ham bor, kepaga ham bor, aralash. İçine çötesi borligi hisoblanadi. Ha. Shunday holatda chiqib turibdi. Aralashda bu. Shunda universal dirabilka hamma narsani chiqaraveradi. Universal dirabilka, ho'l, quruq, hech nimani tanlamaydi. Qamish deysizmi, poya deysizmi, hammasini chiqaradi. Shularni o'zini aralashtirib turib, bir selosam salab berib, ha? Ha. Mollarga beraveradilar mix etib. Albatta. Ajoyib qilib. Keyin ban tarafdagi dirabilkani ham ko'rsatib o'tamiz, ha? Ha, ana hali aytganimizdek 3 million so'mlik dirabilkamiz. Akamiz shu yerda ishlatayotgan dirabilka. Mana. Shu yerda o'zi yanına kelib qo'yib teganlar mana. Silos ham mana yanına. Silos ham somonni chiqaradilar. Mana ichini ko'rsataylik, eng asosiysi mana. Mana. Ichini ko'rsating. Bunga yana o'sha oq pichog'imizdan qo'ygan ekan, bunda mana asosiy joylariga qora pichoq qo'ygan ekanmiz mana. Buni matematika qo'ygan, qora pichoq qo'yib bergan ekanmiz. Necha yil bo'lgan buni berganingiz? 2 yildan o'tdi-da. 2 yilda o'tgan. 2 yil oldin dirabilka. Matda mana maydaligini ham ko'ring. Qani chet yurtda mol bor ekan. Molbob setkamiz. Molbob setka. Shu hozirgi setkadan shu. Bunday ham medaliki. Shu hozir videoni boshida ko'rganlaringiz. Silos, somon, paxta aralashtiriladi. Ustuna dirabilkadan chiqqan. Yarmani solib beraveradilar. Aralashtirib beriladi shular. Silosdan bosib ko'p bo'ladi. Silos. Sirojdan? Yaxshi ekan, yaxshi saqlangan ekan silos. E'tibor bersangiz, mana bu dirabilkamizda ham mana g'ildiraysiz mana e'tibor bersangiz g'ildirayi yo'q. Mana qonni ham sal kichikroq e'tibor bergan bo'lsangiz, bu tumshug'iga ham mana kichkina bo'ladi, sal kichikroq bo'ladi. Shu 3 million so'mlik dirabilkamiz. 3 million so'm. 3 million so'mlik. Kilosi ham sal kichikroq bo'ladi, bunaqa kilosi. Bu alyumin motor bo'ladi, shu alyumin motor mana, o'sha titan motor qo'yganmiz. Alyumin motor. Agar buni shu holatida mana mis motor qilib berdasalar, 300 ming so'm pul qo'shiladi. 300 ming so'm motorning raziyasi bo'ladi. Kimdir misol uchun mis motor yakadi, kimdir alyumin motor yakadi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab. Viloyat ajratganimiz yo'q. Oldindan telefon qilib zakaz yozdiradilar. Uyina yetib borgandan keyin pul to'laydilar. Albatta. Faqatgina bizni ovora qilishmasa bo'ldi. Bemalol yetkazib beramiz biz. Borgandan keyin Allodan bo'lsa bo'ldi. Telefonni ko'tarmay, qo'yib berib, chaqirib olib, uzoqdan boradi shopir. 1,5 kilometrdan borasizlar. Albatta. Xullas, men shunday holatda Calmix parodan mollar bakat turibdi, somona silos aralashtiriladi, paxta aralashtiriladi, ustuna keyin yemlari, suxoy yemlari solib berilaveradi. Bari biz agonda berib bakkan yaxshi ekan. Ha. Albatta. Bo'shab boqqan yaxshi-da, oyoq qo'li ham tez cho'ziladi-da. O'zini xohlagan vaqt suv ichadi, xohlagan vaqt yemini yeydi, xohlagan vaqt yotadi. Xullas, hurmatli obunachilarimiz, bugungi videomiz shu haqda edi. Qo'llangancha ma'lumotlarni berib o'tdik. Agar sizlarga Tornado dirabilkalari qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda Shokirjon akamiz telefon nomerlarini qoldiramiz. Telefon qilasizlar. Nechik variantda dirabilka kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, xudo xolasa. Esa, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammaning chorvasini baraka bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.